Bugun sizlarga Vibron Редкий salon laminatsiyamizni qanday sepishni va qonun qoidalarini to'liq tushuntirib beraman. Mahsulotni ishlatishimizdan oldin albatta birinchi bo'lib yaxshilab chayqatib olishimiz kerak va birinchi sepishni detalga emas, havoga qilib olishimiz kerak. Sepayotganimizda juda yaqindan emas, juda uzoqdan emas, ya'ni davleniyani masofasini bilib olishimiz kerak. Shunga qarab sepasiz. Agar yaqin sepib qo'yadigan bo'lsangiz, quyuq bo'lib qoladi. Quyuq bo'lganda oq dog'lar paydo bo'lib qoladi. U hech qanaqa muammo keltirmaydi. Sepgan paytingizda shunchaki artib tashlasangiz bo'ldi. Yana qaytadan sepaverasiz. Eng muhim joylaridan biri shamol bo'lmasligi kerak. Ya'ni sepilayotgan mahsulotni o'ngga, chapga uchirib yubormaslik kerak. Endi detalga sepish jarayoniga keladigan bo'lsak, birinchi o'rinda detalimiz tekis joyda turishi shart. Sababi mahsulot sepilgandan so'ng oqib ketmasligi uchun. Sepayotgan paytimizda noziklik bilan o'ng tomonga bitta to'xtatamiz, chap tomonga bitta to'xtatamiz. Xuddi shunaqa tarzda. Mahsulotni ishlatib bo'lganimizdan so'ng idishini teskari qilib havoga yana bitta sepib olishimiz kerak bo'ladi. Sababi shlankasida mahsulot qolib ketmasligi uchun. Mahsulot o'zi aslida quyoshda quritiladi. E'tibor bering, issiqda emas, ultra binafsha nurlarida quritiladi. Quyoshda 20-30 daqiqa davomida quriydi. Agarda quyosh yo'q joyda quritmoqchi bo'lsangiz, qurish jarayoni sal uzoqlashishi mumkin. 20-30 daqiqadan so'ng bemalol avtomobilingizga detallaringizni o'rnatib olishingiz mumkin. Avtomobil ichida 1-2 kun davomida yanada qurib, glansli holatdan polomatli holatga qaytadi. Ya'ni detallaringizni yangidek ko'rsatib turadi. Mahsulotimiz 20 daqiqadan so'ng, ya'ni qotib olgandan so'ng xuddi shunaqa plyonka holatiga kelib oladi. Bu keyinchalik avtomobilda 1-2 kun turgandan so'ng xuddi shunaqa glansli holatdan polomatli holatga qaytadi. Mahsulotning boshida o'ziga xos hidi bo'lishi mumkin, lekin ochiq havoda quritsangiz hidlari ham yo'qolib ketadi.